Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar videoni sifatligini. Kamerasini men to'g'ri nastroyka qilganman. iPhone sotib olganingizda kamerasi nastroykasi qilinmagan bo'ladi. Hozirga to'g'ri nastroyka qilishni o'rgataman. Videoinglar mana shunaqa sifatli chiqadi. Videoga like bosib qo'ying bo'ldi. Nastroykaga kirasiz, kameraga kirasiz, zapis videoga kirasiz, 4K 60 ta kadr qo'yasiz, PAL rejimi yoqib qo'yasiz, stabilizator yoqasiz, action yoqasiz, HDR o'chirib turadi, avtovibr chastotani o'chirib qo'yasiz. Keyin yana nazar qilasiz, balans beli yoqib turadi, fiksatsiya o'chirib turadi. Keyin orqaga qaytasiz, Kinefit rejimiga kirasiz, 4K 30 ta kadr qo'yasiz. Keyin formatga kirasiz, высокий effektni yoqib turgan bo'lishi kerak. Keyin Pro RAW yoqib qo'yasiz. Keyin Apple ProRes ham yoqib qo'yasiz. Keyin yana orqaga qaytasiz, уровеньni yoqib qo'yasiz, zerkalni yoqib qo'yasiz. Keyin sal pastroq uchirasiz, avtomakroni yoqib qo'yasiz. Bo'ldi, endi kameralar sifatli rasmga oladi va sifatli videoga oladi. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying va mana shu videoni iPhonechilarga jo'natib qo'yinglar.